Ota-onasiga uy sovg'a qilgan Maftuna Shokirova, Jahongir Otajonov rafiqasi bilan aktyorga turmushga chiqayotgan Shahlo Alijonova, Sevara Nazarxon hajda. O'zbek shou-biznesi vakillarining Instagram sahifalariga joylashtirilgan qiziqarli foto va videolarni e'tiboringizga havola qilamiz. Bloger Maftuna Shokirova ota-onasiga yangi ta'mirdan chiqqan kvartira sovg'a qildi hamda quvonchini muxlislari bilan bo'lishdi. Instagramdagi kiyim do'konlaridan birining storiesida xonanda Jahongir Otajonovning rafiqasi bilan shopping jarayonidan video e'lon qilindi. Muxlislar tomonidan xonandaning yangi oila qurgani taxmin qilinmoqda. O'zbekiston xalq artisti Sevara Nazarxon ayni paytda onasi va ukasi bilan birgalikda Makka va Madinada haj amallarini ado etmoqda. O'zbek shou-biznesida yangi juftlik Instagramdagi sho'x va shaddod rollari bilan ko'pchilikning mehrini qozongan instabloger Shahlo Alijonova aktyor Shahrux Ro'ziboyev bilan yaqin munosabatda ekanligi haqida kuzatuvchilarga so'zlab berdi hamda u bilan tushgan bir nechta videolarini sahifasiga joylashtirdi. Izohlarda shou-biznes olami vakillari ushbu juftlikka baxt tilashmoqda. Yangiliklarni Taftish.uz da kuzatib boring. Videoga esa like bosishni unutmang.